Aziz va hurmatli kitobxonlar, men Mirzacho'l tuman 1-son texnikumining kutubxonachisi sifatida sizlarga, siz aziz xotin-qizlarimiz, ayollarimizga kitob o'qishingizni tavsiya qilaman. Kitob o'qish orqali inson o'z tafakkurini boyitib, jamiyatdagi o'rnini belgilab beradi. Hattoki ayollar kitobxonligi farzandlarining tarbiyasida, ularning fikrlash qobiliyatining kengligiga ham o'z ta'sirini ko'rsatadi. Kitob o'qigan ayollar o'z dunyoqarashining kengligi, fikrlarining tiniqligi hamda hayotdagi voqea hodisalarga ijobiy yondashishi va farzandlarining tarbiyasida juda ham katta o'rin tutadi. Men sizlarga mana hayot davomida 50 dan ortiq kitoblar o'qigan kitobxon sifatida bugun sizlarga bir nechta kitoblar tavsiya qilaman. Aziz ayollarimiz o'qishi kerak bo'lgan ikki eshik, masalan, O'tkir Hoshimovning Ikki eshik orasi asari, Tohir Malikning Beklar va bekajonlar asari hamda shu o'rinda aytmoqchiman, men yaqinda Binafsha Shu'lasi asarini o'qib chiqdim va bir kitob o'qimagan, kitobga butunlay begona bo'lgan bir qizning hayoti haqida, u qanday qilib kitobga kirib, kitob o'qishga, mutolaa qilishga kirib kelgani va o'sha orqali u hayotini butunlay o'zgartira olgani haqida yozilgan. O'sha kitobda hattoki bitta jihati, juda ham odamni o'ziga tortadigan jihati, otasiga o'sha kitob o'qish orqali, kitobdan xulosa chiqarish orqali otasiga rahmat aytadi o'sha qizcha. Aslida esa kitob o'qimagan paytida u qizcha hayotdan juda ham norozi edi, hayotdan juda ham noligan qiz edi.